O yüzden buğday çıkaran. Tuttular. Takuri. Şu seyilkamız var. Bunu İtalyanski Morini degan chiqaradi. Şu seyilkani, saytgan ko'rganingiz o'sha. Original shu. Nima deysiz? Buni balolarni olib, bunga qo'yinglar. Buni отдельно o'rtaga buni ham ishlatadigan, buni ham ishlatadigan desangiz. Ancha tayyorlab qo'ydik, keyin birinchi sovuq qoldik-ku. Iloji tayyorlab qo'ydik. O'sha endi ba'zi yerda ma'lum bo'lishi kerak. Beraman, berib yubordim. Hozir. Bo'ldi. Nima bu? Normalda bir şey yok. Bize 40'a koysa 150 kilo urug' tashiydi. Bu urug' ha, bu bug'doy urug'. Buday. Bu bug'doy. Kalibrasyon mu? Ha. Bu kalibrasyon. Bunu hozir qanaqalarda ekan? Hammasi. Buday. Bu pastga tushadi. Bitta selkani ko'tarib turib, buni 10 marta aylantirasiz. Bunga tushgan narsani tortasiz. Bu kalibrasyon. Sonra da tortib turib, 10 ga ko'paytirasiz. Bu vaqtda taxminiy. Ko'zlangan. Aytilab qo'ydi. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Bunu yapalım. Bunu mu açılayalım? Başka balada başka şey. Aç. Maya bağlar. Abi böyle video geçiyor da. Yeter yeter. Okey, ha, kutar ona. Hiç kapıdan mı oldu? Ha?
bu hozir chuqurlik aka? Chuqurligini so'rardik, bilsak, videoga qilib qo'yardik aka. Ben Türkiye'den geliyorum. Özdöken firma yetkilisi olarak ve operatör olarak geliyorum. Esenyurt firması ile Özbekistan Taşkent'te Esenyurt firması ile tarla günü yapıyoruz ve makinemizi deniyoruz. Makinemiz gayet güzel ve işlevli olarak çalışıyor. Makinemizin özellikleri hem bir gitmede toprağı hazırlıyor, arkasından merdane çekiyor ve ekimini yapıyor. İsmim Dilmurod. O'zbekiston O'zbekistonda vakil bo'lib ishlayman. Bu selkamizni O'zbekistonga olib kelib berdik. Shu birinchilardan bo'lib shu akamiz olgan, SNMS orqali, dilerimiz orqali. Shuni hozir ishga tushirib, kalibrovkasini qilib, bug'doy ekishga tayyorlab, tolada ko'rsatib ketyapmiz. Xudo xolasa, dehqonlarni ancha ishlarni yengillatganga, bu ancha ishlarni yengilroq qilib berganga mümkünçülük beradigan selkamiz frezalik. Bu selkalarimizni yaxshi joylaridan bu narxlari juda qulay, elga dehqonlarga yengilchiliklari bor. Hamma nimasi yaxshi, mayda urug'larni ham, katta bug'doyni, arpa urug'larini ham ekkanga mumkinchiligi bor. Beda urug'lar, qanaqa urug' bo'lsa, shuni 16 ta nimani, kulturani eka oladigan selkamiz hisoblanadi. SNMSga olib kelganmiz, xudo xolasa shundan olib ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu serkani oldik. Xudo xolasa yaxshi ekyapti. Turkiyadan odamlarimiz kelib, mana xudo xolasa ligirovkalarni qilib, chiroyli qilib, ligirovkalarni qilib berishdi. Birinchilardan bo'lib, SNMSdan oluvdik. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik aka.